Salom, yaxshimisizlar? Mana qizchani qaranglar-da, mana qo'lchasi. Mana qo'li ishlayapti mana. Og'ziga ham boradi. Mana qo'lchasiga mana bu nimani tutsa ham ishlay olmaydi mana. Mana. Qo'li shal bo'lib qolgan. Ushla. Tez ushla. Bu qo'l ishlamaydi. Mana yig'laydi. Mana shu yig'lashining sababi mana shu yerdan chiqib qolgan bo'ladi. Bolalaring shunaqa bo'lsa tag'in rengin, nerv patolog qilib yurmanglar. Men o'tkazib turdi. Mana shu yerga o'tkazib turdi. Mana hozir. Ammo qo'lni ko'rsatib, "Yo Rabbim, mana chiqqan joyi mana." Hoppa. Mana chiqqan joyi shu yerda turibdi mana. Mana og'rishini qaranglar mana. Bu safar sal ana endi tushdi. Sal qiynalib tushdi bu safar. Endi tushdi mana. Hozir birozdan keyin qo'lni o'ynab qolganini ko'rsatamiz. Shuni bilib qo'yinglar, shu yerdan chiqadi yosh bolaniki. Qo'yib yuboring. Mana hozir qo'lchasi mana endi ishlaydi. Qaranglar-da. Manasi bir qo'liga hozir qo'liga. Ana ko'taryapti qo'lini. Og'ziga bordi qo'li. Ana ikkita qo'li ham ishlayapti. Bu qo'lni ham ko'rsataylik, ana bunisi ham ishlayapti. Mana. Shunaqa joydan chiqib qoladi-da, shu nima bo'ldi ekan qo'li shal bo'lib qoldi, tekshirtirib, qiynalib chapa-chapda yurmanglar. Soladi, yaxshi bo'lib qoladi. Sizlarga o'sha bolasini qo'li ishlamay qolsa, shunday qilib soldirishni maslahat beraman. Mana becharacha. Qani mana qo'lni olib qochadi hozir mana. Mana qara ishlatyapti, ko'taryapti mana qo'lni. Endi ishladi, bo'ldi.